Jaloliddin Manguberdi urushga chiqishdan oldin Gruziya qo'mondoni Ivaniga taklif bildiradi yakkama-yakka jang uchun. Va Ivani bunga rozi bo'ladi va qo'shinidan 4 ta sara sarkardasini oldinga olib chiqadi yakkama-yakka jang uchun. Va bu holatda Jaloliddinning ham qo'shinidan 4 ta sara sarkardalar chiqishi kerak edi. Lekin juda ham nodir voqea yuz beradi shu onda. Jaloliddin Manguberdining qo'shinidan shuncha e'tiroz va qarshiliklarga qaramay Jaloliddinning o'zi oldinga chiqadi va barcha xavotirga tushadi. Sababi bu o'lim qolim masalasi edi, yo o'lasan yo tirik qolasan masalasi edi va Jaloliddin turib oladi, bir o'zim turk kishiga qarshi chiqaman deb va natijada jang amalga oshiradi va Jaloliddin ularni birma-bir yengib o'ldirishga muvaffaq bo'ladi va bundan keyin askarlarga shunchalik katta ruhiyat baxsh etadiki, ruhlanib ketadiki askarlar bu askarlarni, bu qo'shinni keyin to'xtatib bo'lmaydi, aslo to'xtatib bo'lmaydi.